Assalomu alaykum hammaga. Mana 20-may 2026-yil navbatdagi mana 200 litrlik to'kka ishlaydigan dori sepadigan apparatimiz mana Buxoro shahariga berib yuboryapmiz. Bitta sigir sog'ish apparatimizni berib yuboryapmiz. Apparatlarimiz mana Turkiyadan kelgan 200 litrlik bog'larga, fermalarga, molxonalarga mana dezinfeksiya qilish uchun ishlatadi. Shlankalari 50 metr plus nasatkalari bo'ladi. 220 volt tok ishlaydi bu toklik.